Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan jamoatchi faol Yo'lchiboy Ismoilov. Biz video chiqishlarimizdan anchadan beri qilganimiz yo'q edi. Bugun Qo'qonlik soxta tabib Iqbol Soliyev o'zini bugungi qo'ygan o'sha reklamasida o'sha buxorolik amaki bilan buxorolik amaki kelib turgan vaqtida uni olib kelib turgan taksist bor haqiqatni gapirganligi, u Iqbol Soliyevni tabib emasligini bu Qo'qon ahli o'zi yaxshi biladi. Taksistlarda hammasi ham biladi. O'sha xohish qilgani, shu Allohning oldida hisobdorligini bilgani albatta bu unga kelib turgan odamni ogohlantiradi. Bugun o'sha ekranga tushib qoldi bu gapirilgan gap. Shuni ustida Iqbol Soliyev ayrim taksistlarni tashqariga olib qo'yib turib, uni gapirmaydigan taksistlar kimligini o'zi yaxshi biladi bu Iqbol. Bu o'sha haligi narsa chiqarib olib turadigan, pochta chiqaradigan, boshqa qiladigan, buni bilan munosabat qiladigan taksistlar buni gapirmasligi mumkin, baribir yelka qisadi. Odamlar kelyapti-yu, endi qaydan bilaman deydi, juda bo'lmasa. Hurmatli o'sha ayrim taksistlardan tashqari Qo'qon taksistlari bu Iqbol Soliyevni kimligini biladiganlar, agar xohish qilsalaring buni bugungi gapirgan gapini sizlarni haqorat, albatta haqoratli so'zlar bilan sizlarni kamsitishlik so'zlarini tiliga oldi. Buxorolik amakini so'zlarida ham o'shanga tortadigan so'zlar bor. Agar mana xohishlaring bo'lsa bunu mana hozir mana so'zlarini eshiting. Aka nechinchisi bu? 4. Nima besdan qilyapman? Ana shu bo'rak shu joy oson berdi. Osh qozon. Ana shu. Ana osh qozon. Keyin oyoq ozob berdi. Kecha yaxshi tepdingiz, pasayib ketgandi. Ilg'ayin. Endi-chi? Tagida nima bordi? Tagida. Endi-chi? Bo'shadimi? Ha, bo'shadi u. Qo'yvordi. Ha, qo'yadi. Qo'yvorni qaytdingiz? Buxorodaman akajon. Endi-chi? Zo'r. Men sizni bitta og'iz gapirsam bo'ladimi? Gapiring. Ilohim sizga kuch-quvvat bersin. Amin. Shu sizni men ishonmagandim, bunday bo'laman deb ajoyib bo'ldi. Ko'p odamlar siz haqingizda noto'g'ri fikrlar bildirdi. Mana kelganimdan shu taksilarda o'tirganda ham noto'g'ri fikr bildirdi. Men gapirdim ularga. Lekin it turar ekan, karvon o'tar ekan. Ular bilan barobar bo'lib bo'lmaydi. Sizga kuch-quvvat, omad tilayman. Doim sog' bo'ling. Endi biz bugun qaytamiz. Bizga duo qilsangiz. Yo'llar ochiq bo'lsin, safarlar bexatar bo'lsin. Kasal bo'lmaylar. Rahmat. Dunyoda kasal qolmasin. Ilohim. Hech kimga hech kim muhtoj qilmasin. Alloh hamisha tan saqlaydi ko'rsatadi. Qarangki, shuni ipillos odamlar ekan, ayrimlar-ku. Sizlar olib kelib pullayni oladi. Ham yomonlab keladi. Xudodan qo'rqmaydimi ekan? Yo'lda avariya bo'lib o'lib ketmasligini aqli yetmasmikan bu? Xudodan qo'rqsin shu taksistlar. To'g'rimi? O'sha odamni olib kelib turib, pulini olyapti, bola chaqasini yegizyapti. Bu haromi, meni yomonlab turib, bola chaqasini boqyapti. O'zi bilmaydi shu nima gapiradi. O'zi gapini mana. Men aytaman, ayrim taksistlar, mana shuncha odamlar Toshkent boshqa joylardan olib kelyapsizlar. Bu o'sha odamning bergan puliga bola chaqangni boqyapsan. Sanlarga bu harom bu. Shuni yaxshi bilib olgin. Shu odamlar chiqmasa sanlar tirikchilik o'tmaydi. To'g'ri gapti. Xudodan qo'rqib gapir hamma. Shukr qilgin, shukr. Shu odamlar sen mashinaga o'tiryapti, shukr qil. Shu odam o'tirmasa sen hayol o'lib ketasan och qolib. Mana ko'rdilaring, bu so'zlarida albatta haqorat bor. Agar sizlar buni o'sha taksist deb siz taksist bo'ladigan bo'lsangiz, albatta qonuniy faoliyat, taksist bo'lib faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, buni so'zi albatta sizni ishchanlik kayfiyatingizni buzishligi, siz shu narsani o'zingizga haqorat deb qabul qilishligingiz buni javobgar bo'lishligiga sabab bo'ladi. Nimagaki sizni bugun buni bu
qilgan ishiga ochiqchasiga qarshilik qilmaganligingiz, fikringizni bildirmaganligingiz, o'sha fuqarolik burchingizni bilib, musulmonlik burchingizni bilib endi ogohlantirasiz. Albatta bilamiz, iymoningiz boringiz, Allohni taniganingiz, buni yaxshi biladiganlaringiz albatta ogohlantirasiz deb bilamiz, biz shunaqa deb ishonamiz. Lekin buni mana bo'sh qo'yganligimiz shu darajaga yetib keldiki, doktorlarni gapirdi. Oddiy misol, mana hozir buni yuzini ochib turgan odamda o'sha har safar chiqqanda o'zicha og'ziga kelgan gapni gapiradi. Lekin sizlar albatta birlashib buni sizlarda topib turgan, halol topib turgan pullaringni o'zini o'sha kalta o'ylagan fikri bilan haromga chiqarishlikka, bu odam bir odamni topayotganini halol va harom deyishlikka avvalo haqqi yo'q-da. Sababi bu o'zi qanaqangi pul topib turganligini biz bilamiz. Bu xalq, Qo'qon atrofi, ayniqsa bu taksistlar hammasi biladi-yu. Endi bu odam shunda ham uyalmasdan shunchalik gaplarni gapirib, endi buni hammasi o'sha o'zbekchiligimizni, milliyligimizni nariga surib qo'yib, faqat nafsini deb yashashlikni oqibati deb bilaman. Hurmatli taksistlar, agar qanaqangi huquqiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bog'laninglar. Buni xatti-harakati albatta men ham sizlar uchun haqorat deb qabul qildim bu narsani. Salomat bo'ling.